Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlariga hurmatli obunachilar, bugun hafta kuni dushanba 24-mart 2025-yil biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Dev Tekstilning oldidamiz akalar. Bugungi video syomkamizda sizlarga akalar qo'zi so'raganlarga, qo'zi ishqibozlariga akalar qo'zilarimizdan kelgan yangi partiyalari kelgan ashlar dostlar chiroyli qilib syomka qilib narxlari, dastavkalari, hamma ma'lumotlarni video davomida tushuntirib berishga harakat qilamiz. Kanalimizda mehmonlar bo'lsa, albatta o'ng tarafda qizil pasport tugmasi bor. Ashun bir marta bosib bizga obuna bo'lib shunda biz chiqarib borayotgan, biz kirgizib borayotgan videolarni birinchilardan ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Hurmatli obunachilar, sizlardan so'rab qolgan narsamiz agar albatta padishada bo'lib bir dona like bossangiz, keyin kommentariy yozib qoldirib turasizlar. Qo'zilarni o'ta nomeradellariga mana qarang. Kallalariga, quloqlariga, garbanoslariga yaxshilab ahamiyat beringlar. Hurmatli obunachilar. Xo'p, bugungi videomiz nechta partiya ko'rsatamiz? 3 partiya. 3 partiya ko'rsatamiz, a? 3 partiya akalar, hammasi qo'zimi? Qo'zi. Hammasi qo'zi. Hammasi akalar 4 oy, 5 oylik qo'zilardan aka. Narx qalay bo'ladi? Videoda boshida aytaylik, narx obunachilarga. Yengil qilib berasizmi narxini? 150-200 ming arzon. 150-200 ming arzon, ha? Ali 400 ming 500 ming. Yo'q, qochmaylik-ku, 150-200 ming arzon qilib berasiz, to'g'rimi? 150 ming, 200 ming xudo xolasa atrofdan yengil qilib beramiz deyiladi, lekin qo'zilarga bitta ahamiyat beringlar akalar, mana kallalar, quloqlari butunlangan bularni. Bular xo'p, hammasi qo'chqorda bularda? Bitta. Urg'otchisi bormi? Ha, bitta urg'otchisi bor. Bitta urg'otchisi bor ekan akalar. Bitta qo'chqor. Mana kattasi urg'otchi ekan. Urg'otchi. Mana katta urg'otchi ekan akalar. Urg'otchi ham akalar, lekin Mana urg'otchi. 1 oy 5 oylik deymiz, u 10 oy 11 oylik qo'ydan ancha dadil turibdi. Yo'q, hozir 30 kilodan ortiq yo'q shu. Ha, qayda? 30 kilodan ortiq. Ayga, belni qaranglar. Mash qo'zi ham gap yo'q ekan. Bu qo'zi nima deyapti akalar? Mash qo'ziga ham bitta addenni to'xtalib o'tib ketamiz akalar, mash qo'ziga. Mash qo'zi. Shuncha mash qo'zini? Qaranglar akalar, kallam. Akalar, quloq to'g'ri o'tib ketyapti ular. Dummaga ahamiyat beringlar mana, razrezlariga ahamiyat beringlar. Qo'y boringchi. Yuruvlarni ko'raylik, yuruvlarni. Mana akalar. 4 sonaga. Bo'ldi. Xo'p, 5ovni olishsa dastavkalar qatgacha qilib beriladi endi. Bo'ldi, vodiy Toshkentgacha qiladi. Vodiy Toshkentgacha yetkazib olib berasiz, to'g'rimi? Toshkentgacha akalar dastavkasini bepul qilib olib beriladi. Xo'p, bularda endi yosh oyliklari qanchalik bo'ldi endi? Qanchalik atrofida endi? To'shni bilmasangiz ham 4 oy bilan 5 oyda hisob qilishaversin. 4 oy 5 oylik atrofida, 4 oylik 5 oylik atrofida bo'ylari nechiga yorishadi? Bo'ylari bir Bo'y baland bo'ladi. Bittasi sal bo'lar. 75 chiqsa kerak bu ya. Xotirjam hisoblashaversin. 75 xotirjam hisoblashaversin. Borani 70 plyusdan hisoblashaversin. 70 plyusdan 75 gacha hisoblashsin. Bor, lekin akalar, oldi ustiga kelib hali ko'rasizlar, masalan, qiziqqanlar bo'lsa, lakasasini tashlab berishadi. O'zlar lekin o'ta udar akalar mana. Kallaga ahamiyat beringlar mana. Mana. Xo'p, bularda endi narxini nech puldan qilib beradi Usmon aka? Narxi arzon. Bo'pti. Narxini aytingmi? 5ovni bir joyga qochirmasdan kelishtirib narxini aytsangiz, bitta joyga olishadi. Xo'p, 4 milliondan emas. Ya 4 milliondan gap hozirdan chiqmasin. 300 dollar ham hozir 3 million 900 bo'lyapti. Hop. Xo'p, 3 million 600 ming. 3 million 600 mingdan hamma 5ovni bir joyga olasiz. Yo'lida qilib beraman. Kelishadigan joy bormi telefon qilishsa? Ha, o'tib ham beraman bo'ldi. Telefon O'zlariga o'tib berasizmi yo videoda tars aytib o'tib Yo'q. bo'lishini aytib beradimi? Videoda ham o'tib beraveraman. Bo'ldi, necha 3,5 million so'mdan. 3,5 dan hammasi bir joyga. Hammasi bir joyda. Lekin kelib savdo qilaman desa mana kelishaversin. Yana xayrini qilib berasiz, telefon Hayri qilasiz. bor ekan, hech kim aytgani bo'lmaydi. Akalar mana. Xayri bor ekan, telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Narxni kelishgan holatda qilib berishar ekan, akalar, lekin qo'zilarni udar akalar, mana shu qo'zini qo'yadi. O'ta go'zal ekan. Bitta qo'shqo'y pisol mana shu. Bitta qo'shqo'y pisol olaman deganlar, mana shu ikkovini tavsiya qilamiz. 3,5 milliondan telefon qilsalar xayri bor ekan. Keyingi partiyamizga yana 2 partiya bor ekan. Video cho'zmaydi, keyingilar ko'ramiz akalar. Aloqaga chiqasizlar. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi partiyamizda qo'zilarimiz chiqyapti akalar. Qo'zilarga bitta ahamiyat berib o'tib ketasizlar. Yaxshilab akalar tomosha qilinglar qo'zilarni. Championlariga desa ham bo'laveradi akalar qo'zilar mana. 4 oy, 5 oylik qo'zilarni akalar ertaklari mana. Ertaki qo'zi so'raganlarga qo'zilar qaranglar mana. Voh. Akalar havas qilganlar bo'lsa bir dona like bosib qo'yasizlar akalar. Shunaqasidan bir 400 ta, 500 ta, 1000 talab boqaman deydiganlar albatta bittadan like bosib o'z fikrlarini kommentariyaga yozib qoldirib ketasizlar akalar. Inshaalloh niyat qilib kommentariyaga yozib ketsalar akalar, xudo xolasa yetishasizlar. Sizlarga bitta ahamiyat beringlar. Hammasi dumbalar tikman holatlari. Soni nechta bo'ladi ikkinchi partiyani? Xo'p, 18 dona.
18 don degan aka. Qo'zini qaranglar. Dumbaga ahamiyat beringlar. Nima deyapti dumba? Aka, hali aytishadi-ku, rassom ham hali chizyapti, adashib qoladi deydi. Ana shunaqalaridan kelibdi ekan-a. Mana qo'zlar qaranglar. Bu bari polvon qo'zi. Qo'zlar polvon ekan. O'zi videoda ham bilindi o'zi. Videoda ham o'zi bilinib turgan bo'lsa kerak. Ustiga kelsalar, yana misol ustiga kelsalar guvohi bo'lasizlar endi. Videoda masalan har xil ko'rinadi. Katta qo'zi kichikroq ko'rinishi mumkin, kichikroq kattaroq ko'rinishi mumkin. Lekin borini ko'rsatishga harakat qilyapmiz aka. Mana dumbani qaranglar. Kashtanchasidan. Qo'zilar o'zi akalar yemini yeb turgan qo'zi ekan shekilli aka. Badanlari mana. Holatlari. Nima endi endi bularda bir ma'lumotlarini bering buni. Nima yemga qanaqa yem yegan, dalada enasi bilan yurganmi, yem yeb turgan qo'zimi? Yemini yeb, enasini yem turganda bu o'sha. Yemini yeb turgan, to'g'rimi? Misol 30 da bunchalik bo'lib ketdi. Bunchalik bo'lmaydi u yerda. Agar misol yemini yeb turgandan keyin enasi bilan birga turgan ertaki qo'zi, o'zi ertaki qo'zini boqqanlar o'zi biladi akalar. Ertaki misol enasidan ajratish kerak. Enasiga qish kunida yaxshi yemni berishgan, bular ham akalar yem yeb turgan qo'zi. Olsalaring minus yurmaydi, plus yuradigan holat paytda akalar. Misol hozir bundan bag'ida misol uchun 1 oydan keyin asosiy qo'zilar, qo'zi sezon 1 oydan keyin boshlanadi asosiysi. Endi misol narxlari chiqib, 1 oydan keyingi qo'zilar masalan 30 da yurgan qo'zi bitta olganlaridan keyin bundan bag'iga chiqqan qo'zilarimiz akalar masalan qolganlaridan keyin 5 kun 10 kun misol keyin plus yurishi mumkin, lekin bular qish ko'rgan, chilla ko'rgan qo'zi akalar tolka periyod plus yuradi akalar mana. Qo'zilar qaranglar mana. Qorillar o'zi mana, qorillarni ko'ryapsizlarmi? Qorillab turgan masalan hozir ham ichkarida ko'rdim. Bug'doyini yeb turibdi, to'g'rimi? Hozir ham Bug'doyini yeb turibdi. Bug'doy berilsa yeyapti dedi o'sha joyda. Ba'zilarga oxirgi o'rgatishim kerak, bu 4 oy 5 oylik qo'zi. Yo'q, oxir tanagan bular. O'tga o'rgatishim kerak deydi, yemga o'rgatishim kerak. Yo'q akalar, bular akalar yemni berasizlar, nimani bersalar akalar period yo'radi akalar. Faqatgina plus yuradi bu qo'zilar. Hammasini quloqlari butun ekan, mana qaranglar. Mana shu qo'zilar qaranglar, masalan hozir ham masalan so'ysa ham akalar mana shular go'sht yog'i ham 25 kilo indamay keladi mana shu qo'zilar. Oldin akalar. 25 kilodan oshiq go'shti ham keladi. Bir ushlab ko'rsatingda bak, addenni ajratsangiz ko'rinadi qo'zni masalan. Akalar mana shu qo'zini tanib olinglar, ustiga kelganlarni ko'rasizlar. Qulog'ida bog'lari bor ekan, shu qo'zi sirg'asi bor ekan mana. Mana yonmachasi qiling shu qo'zini mana. Ko'rasizlar akalar qo'zini mana. Polvonligiga ahamiyat beryapsizlar mana. 30 da bunchalik bo'lib darajaga chiqish qiyin mana yeb turgan. Yemini yeb turgan katta qo'zi lekin. Mana shular bo'yi akalar 75 indamay kelaveradi mana shu qo'zi 75 keladi. 70 plusdan 75 gacha hisoblay olaverasizlar bu qo'zilarni. Mana shu qo'zini ham torting, mana shu qo'zini. Mana shuni ham tortingchi baqa. Qo'zilar qaranglar mana. Mana holatini ko'ringlar mana. Uzoq masofa ko'ryapsizlar mana masofa. Salgan bir 7 metrdan olyapman mana ko'ryapsizlar. Uzoqdan olsam kichkina katta bo'lib qolar ekan. Bor ko'rinyapti hurmatli obunachilar. Qo'ziga qaranglar mana. Dumbaga qaranglar mana. Uruqqa qo'y so'raganlarga mana masalan yildan keyingi qo'zidan olib keyin o'zim tarbiyalab olaman deydiganlarga mana. Mashq qo'zi ham dumbaga ko'ryapsizlarmi? Mana bu beli bilan, mana bu yelka bilan, yelka qismidan belgacha bir xilda qo'y pastga osilmagan mana. Ko'ryapsizlarmi? Qo'yib oling shu qo'zini. Qo'yib oling qo'y. Bir tekis qo'zi mana. Bo'ldi, yuraversin, qo'shilamiz. Mana kelar, uzoqdan olib beryapman, masalan. Xo'p, bularning narxini ayting, narxi nech puldan qilib berasiz endi? Bitta joyga olishsa, qochirmay misol bo'ladiganini aytsa ham bo'laveradi. Bu qo'zining soni nechta? 18 ta, bitta 18 tani, bitta urg'ochisi bor. 17 ta qo'z. Hammasini bitta joyga olishadi, xudo xolasa. Ha, shu o'zi bir ta. Narxini yo'lida aytsangiz, bir joyga olishadi. Bo'pti, nima deyman? Qo'z so'ragan obunachilarimiz Savollarda seroq. olib Qo'zini narxi yengilroq tutsa, menga telefon qilib yo videosini tashlab qo'yib video chiqarganingda deyishga. Toshkentlik akalarimiz so'rayapti. Mana Toshkentlik akalarimiz ko'rib turgan bo'lsa, kommentariy yozib qo'yasiz aka. Mana sizga video chiqaryapmiz. Mana shu qo'zlarni lekin holati yaxshi, xudo xolasa hozir narx to'g'ri kelsa tavsiya qilamiz. 3,5 milliondan. Gapiring. 3,5 dan. Kelishtirib gapiring. O'tib gapiring. 3,5 dan dedingiz endi. O'tadiganini ayting. 33 3 million 300. 3 million 300 dan bitta joyga. Ha. 3 million 300 dan. Yaxshi. Xayri bormi? Xayri aytdimi? Kizda ayni qilib berdingiz, to'g'ri qiling. Qo'zilaringiz arziydi, masalan, bu qo'zini misol mana Bu mayda qo'zilar. ko'rsatyapmiz, mana bunaqalari misol bozorda ham ko'ryapmiz, bozorga ham chiqyapti. Bunaqa optim 15 ta 20 ta bo'lib hali bozorlarga bunaqa qo'zi chiqqan yo'q, lekin bitta, ikkita bo'lib, 4 ta, 5 ta bo'lib bozorlarda ko'ryapmiz, to'g'ri, 3,5 4,5 baho aytishyapti. Bitta ikkita bo'lsa shunaqa bo'laveradi, bitta ikkita 18 tasi bitta joyga, boshqa gapning hammasi bitta joyga ketadi.
200 mingdan Toshkentgacha beraman 18. Toshkentgacha olib berasiz. Toshkentgacha olib beraman. Toshkentgacha xolos, a? Yo, bo'ldi Toshkentgacha. 32 dan. Ag'aga kelishilgan holat. Ket. Bor ekan. Hurmatli obunachilar, 3 million 200 dan berib olamiz deyapti. 3 million 200 mingdan ketdi. Hammasini bitta joyga olsalar, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bulardan keyin yana bor bir partiya. Partiyamiz bor. Yana bitta partiya. Puli yangiroq, a? Ha, maydaroq. Puli yangiroq so'raganlar, bulardan ham puli yangiroq bor ekan. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hozir keyingi partiyani ko'rsatamiz sizlarga. Hurmatli obunachilar, mana puli yengilroqdan so'raganlarga puli yengillardan 3-partiyamizga ko'rsatamiz akalar. Mana puli yengil so'raganlarga. To'sing oldin. Sifatlariga akalar bularni ham ahamiyat beringlar akalar. Kichkina demang bizni ko'tarib solamiz sizga aka. Shunaqa variantdan akalar. O'zi kichkina bo'lgani bilan sifati o'ta kuchli ekan akalar mana. Sifatni qaranglar mana aka. Dumbalarini akalar. Ikkaligini ko'ringlar, o'zini mana qarang, o'zini. Mana sariq o'zini qaranglar. Sarig'i ham eng kichkinasi ekan, lekin hammasidan lekin ichida ajrab turibdi akalar, bitta bo'lib turibdi akalar. O'zini qaranglar, dumbani qaranglar. Yallan qarang. Qani qo'ying. Quloqlari ham butun ekan o'zlari. Mana. Badanlari ham semiz ekan. Qo'ying, qo'ying. Tochgacha. Janovar bular qo'chqordi. Shimana bo'ladi. Bular hammasi qo'chqormi? Bitta urg'ochisi bor. Bir dona urg'ochisi bor, a? 9 ta, 8 ta qo'chqor, bitta urg'ochisi bor. Bitta urg'ochisi bor ekan, 8 tasi qo'chqor ekan. Sifatga ahamiyat beringlar. Narxini ham chiroyli narxlarda qilib beramiz deyaptilar. Hammasini bitta joyga olganga 8 ta qo'chqor, bir dona urg'ochisidan bor ekan. Lekin qo'zilar figuralar o'ta tekis ekan. Figura yaxshi ekan qo'zilarda, figuralar tekis narsalar ekan. Xo'p, pulini ayting, buni videoda cho'zmasdan. Narxini kelishtirib narxini ayting mana. 29 dan. 28 dan qilmani bo'ladimi? Bo'lagansiz. Tushunaman, yaxshi keling. Ya, o'zi bo'ladi endi. 28 dan, yana kelishtirib gapiring. Yo'q, yaxshi. Yo'q, qo'zilar arziydi. Qo'zini 3 million so'mdan qo'ysangiz ham bu pul ko'taradigan. Ko'taradi. Sifati bilan ko'taradigan qo'z 3 million qo'ysa. Lekin bizning kanalning obunachilarga shu olgan narxingizga o'zi 200 mingdan tushib berdimi? Olgan narxingizga qarab turib, qancha yengil shuncha yaxshi-da. Ha, bo'pti bor 250 dan. Bor 300 mingdan. 2 million 700 mingdan Toshkentgacha dastlabkasi bor. Akalar, 2 million 700 ming so'mdan hammasini bitta joyga olsangiz berib yuboramiz deydilar. Bu o'zi shunga kelib, yarmini olsa ham, 4ta 5tasini olsa ham shunaqa ketaverasiz. Ketaveradi. Bir xil. Ichida Shunga kelib 5 tishda o'zlari tanlab olsa ham ketdi shunaqa 2 metrdan. 28 dan qilib berasiz. Yo'q, 8 ko'z ketaveradi. Ha, bo'ldi, tanlab olish. Kelib tanlab olsa ham shuni. Akalar 20 metrdan shunday kelib 5 tasini olib ketaverasizlar shuncha. O'zi hammasi bir ekanda, akalar, o'shuning uchun narxi ketyapti. Optim oladiganlarga ham tushuntirib o'tib ketyapmiz. Akalar, optim yosalang ham juda katta kichik qo'zi bas. Hammasi bir xil. Yosh oyligi 1-3 oylik bo'lsa kerak. 3 oy, ha. 3 oylik akalar, yosh oyligidan. Dumbalarni beringlar, hammasi tik dumba. Agar keyin yetalab bundan bag'i ko'klar chiqib qoldi, chiroyli qilib akalar 5-6 akalar boqib qo'ysangiz bo'ladi. Chiroyli narsa bo'ladi akalar. O'zini qaranglar. Gap yo'q ekan. Akalar, manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani Dev Tekstil nomli videoga chiqaryapmiz. Like bosib, podpishkadan bo'lib turasizlar. Keyingi syomkalarni ko'rsatib qolamiz, o'zlaringiz aytib qilasizlar.